Bir kechalik kelinchak. Muallif Umida G'aybullayeva. 5-qism. Hikoyani tinglashdan oldin YouTube sahifamizga obuna bo'lishni unutmang. Uning yuragi bezovta urar, tizzalari betinim qaltirardi. Ayniqsa mashinaga suyangancha jilmayib turgan Furqatga ko'zi tushganda peshonasida marjon ter quyilib keldi. Yaqinlashib kelarkan Furqatga bildirmaygina nazar tashlab oldi. Ancha ozib, ko'zlarining ostida negadir shishlar paydo bo'lgan. Kasal-pasal bo'lganga o'xshaydi. Ko'nglidan o'tkazdi Nasiba. Nahotki meni deb, tag'in kim biladi? Ish qilib, bu kishi ham nashavandlikka berilmagan bo'lsin-da, berilib ko'rsin-chi. Nasiba Furqatning yonida turgan yigitni tanimasa-da, unga ham alohida salom berdi. "Ering o'tib qopti deb eshitdim", dedi Furqat ehtiyotkorlik bilan. "Yaxshi ish bo'lmabdi. Shuni deb ko'ngil so'ragani keldingizmi? Sen avvalgidan ham go'zallashibsan, Nasi." Furqat Nasibaning savoliga javob berish o'rniga qizga qattiqroq tikildi. "Siz bo'lsangiz ozibsiz. Seni deb kasalga chalindim." "Meni deb? Men kim bo'libmanki, sizda yigitni kasal bo'lishga majbur qilsam?" "Sen hurliqosan." Asta-sekinlik bilan xushomad qila boshladi Furqat. Bu orada Nodir kulimsirab boshini chayqagancha Furqatni bir turtib qo'ydi-yu, do'konga kirishni bahona qilib ularni yolg'iz qoldirdi. U ketgani hamono Furqat qizni qorong'uroq yerga tortdi. "Kel jonim, men seni shunday sog'inganmanki." "Yo'q, qo'yvoring, kerakmas. Hozir yuragimga sig'maydi." "Nega endi kerakmas?" "Kerak. Qani kela qol. O'zingga bir to'yay." Nasiba beixtiyor dimog'ida nasha hidini tiyib Furqatni o'zidan itarib yubordi. "Hali siz ham nasha chekasizmi?" "Nimalar deyapsan? Qanaqa nasha?" O'zini oqlay boshladi Furqat. "Jinni bo'lganmisan? Ana, hidi kelyapti. Sen nashaning hidini qayerdan bilasan?" "Bilaman-da." "Xo'p, qayerdan bilasan? Sizga nima? O'sha la'nati Nodir ham..." "Ha, gap bu yoqda degin. To'g'ri, men ham 1-2 marta tatib ko'rdim. Lekin buning sabablari bor." "Qanday?" "Sen boshqasiga tegib ketding. Dunyo ko'zimga tor ko'ringandan keyin majbur bo'ldim. Axir men ham o'zimni qandaydir yo'l bilan ovutishim kerak-ku. Nasha bilan, a? Nima qipti? Alkashga o'xshab vino ichib yurmayman-ku." "Bilmadim. Bu yog'ini o'zingiz bilasiz. Men bunaqangi narsalarni tushunavermayman." Nasiba shu gaplardan keyin qovog'ini ochib Furqatga kulimsiradi. O'zi aybi esiga tushdi. Furqat esa ishontira olganidan xursand bo'lib Nasibani bag'riga bosdi. "Ishon, endi narkotik deganning yoniga yo'lamayman. Negaki sen yonimda bo'lasan." "Yo'q." Nasiba soni uzra o'rmalab borayotgan qo'llarini olib tashladi. "Meni qiynamang. Keragi yo'q. Menga qara." Harsillagancha qizning belidan quchib qaytadan o'ziga tortdi Furqat. "Endi meniki bo'lishing kerak. Eshityapsanmi? Faqat meniki bo'lishing kerak. Sizniki bo'la olmayman." "Nega?" "Men erdan chiqqanman. Siz esa jinni bo'lma, Nasi. Men hammasini eshitdim. Haliyam bokira ekansan. Menga shuning o'zi yetib ortadi. Menga turmushga chiqmasang bo'lmaydi." "Qaysi yuz bilan? Rostdan ham bokira ekanimga ishonasizmi?" "Ishonaman. Chunki sen meni alday olmaysan, bilaman. Qolaversa, yuz-puzingni bilmayman. Ertagayoq sovchi jo'nataman, ishon." "O'rtamizdagi shuncha gap so'zlardan keyin-a?" Ishonqiramay yigitning ko'zlariga boqdi Nasiba. "Axir men sizni qattiq ranjitganman. Buning ahamiyati yo'q. Allaqachon jahlimdan tushganman. Kel, hozirning o'zida hal qilib qo'ya qolaylik." Nasiba yana sonida Furqatning qo'llarini tuydi. Barmoqlar titroq ichida tobora yuqorilab borardi. "Qo'ying, bu ishingiz yaxshi emas." 2-chi marta ham Furqatning qo'llarini olib tashladi. "To'y qilib oling, o'shanda qarshilik qilmayman." "Ayyorsan-da, ayyorsan." Qizni qo'yib yuborib kuldi Furqat. "Ja, o'zingga qattiqsan. Ajab qilaman."
Nasiba Furqatning yuziga sekin shapatilatib qo'ydi. Unda Furqat qo'l telefonini olib, soatni aniqlagach, Nasibaning qo'llarini qattiq qisdi. Biroz kutaylik. Anavi a'zalaring sal eskirsin. Albatta sovchilarni jo'nataman. Rostdanmi? Rostdan ishonasizmi bokiraligimga? Ishonmasam kelarmidim. O'zing aytchi. Bo'pti. Sherigim kutib qoldi. Men yana kelaman. Meni kutgin jonim. Furqat Nasibaning yuzidan ohista o'pib qo'ydi-da, mashinasiga o'tirdi. Nasiba 2 oyni ham bir amallab o'tkazdi. Nihoyat kunlarning birida Furqat sovchilar borayotganini aytib qoldi. Qiz o'zida yo'q xursand edi. Garchi hech kimga sir boy bermasa-da, ich-ichini vijdon azobi o'rtab borayotganini his qilardi. Nasiba sovchilar keladigan kuni ertalab hovliga chiqdi. Yoz bo'lgani uchunmi, halitdan kun qizdira boshlabdi. Derazani ochib yubordi. Yuzlariga shu zahoti issiq shabada urildi. Yana derazani yopib hovliga chiqdi. Nafosat aya allaqachon pishir kuydiriga tushib ketibdi. Qozon tepasida kuymalanib yurgan onasini ko'rib, Nasibaning yuragi to'lib ketdi. Darrov bo'yniga fartugini taqib, Nafosat ayaning yoniga bordi. Nafosat aya indamay bo'shagdi. Endi aytib yurmaysiz. Furqatjon hali aytganimday Nasibaxonga ko'ngil qo'ygan ekan. Taqdir bo'lsa, bir-birlarini qovushtirib qo'ysak degan niyatda hovlingizga qulchilikka keldik. Aylanay. Voy, juda ham yaxshida aylanay. Ikkovlariga bir-bir tikilib jilmaydi Nafosat aya. Taqdir shunaqa ekan. Nima ham qilardik? Voy qadamlaringizga hasanot. Yana bir marta xush kelibsiz. Qulluq. Ra'no opa semiz gavdasini silkitib kuldi. Endi men sizga aytsam, Furqatjonimiz shu haftaning o'zida Nasibaxonni to'y qilib olib ketmoqchi. Bu gapni eshitib, opa-singillar bir-birlariga bir muddat ma'noli tikilib qolishdi. Yo'q qizim, sen yaxshisi hovlilarni tozalab turgin. Uning qo'lidan kapkirni olib qo'ydi Nafosat aya. O'zing bilasan, keladiganlar boylarning odamlari. Tag'in kulib yurishmasin. Hali zamon xolang ham kelib qolsa ajabmas. Onasi aytganidek oradan yarim soatlar o'tib o'tmay ozg'ingina sochi taqimini o'pgan, oq sariq, lekin gapdongina xolasi Naima opa bolalari bilan kirib kelib qoldi. Yana sal o'tib Nasibaning dugonasi Latofat kelib qo'lidan supurgini oldi. Qo'shnilar chiqishdi. Nasibalarning hovlisi to'yxona tusini oldi hisob. Hammalari birgalashib, kechgacha somsamidi, qatlamamidi, pirogmidi, xullas bir-biridan mazali taomlar pishirishdi. Nihoyat kun shomga yaqinlashib, qo'shnilar tarqaldi. Hovlida Latofat u Naima opa-yu ona bolalar qolishdi. Hammalarining yuraklari taka-puka. Chunki keladigan sovchilar kichkina odamlar emas. Nasiba aytmoqchi, kuyov bo'lmishning otasi katta bir savdo kompaniyasining xo'jayini. Mustaqillik ajoyib ekan opa, dedi kulib Naima opa. Epini topsangiz, boyib ketishingiz hech gap emas. Mana, mening o'zimni oling. Yurardan maktabning arzimagan oyligiga qarab, boray dedim-u, bozorga chiqib ketdim. Xudoga shukr, kam bo'lganim yo'q. Solig'ini vaqtida to'lab tursangiz, hech kim mushugingizni pisht demas ekan. Nafosat aya qo'l siltab qo'ydi. Hammasi bir go'r. Epini topsa aldayman, yulaman deydi. Shu payt ko'chada mashina signal berib, kimlarningdir g'ung'ur ovozi eshitilgandek bo'ldi. Kelishdi, dedi Naima opa hovliqib o'rnidan turarkan. Nasiba yugur, xonangga kirib tur, uyat bo'ladi. Nafosat aya qizini turtib ichkariga undadi. Men chaqirganimda choy damlab olib chiqasan. Udumimiz shunaqa, bilasan-u. Nasiba chopganicha xonasiga kirib ketdi. Opa singillar esa mehmonlarni kutib olish ilinjida darvoza tomon ketishdi. Ular hali darvozani ochib ulgurmasdan ichkariga televizor, video magnitofon, muzlatkich ko'targan bir necha yigitlar kirib kelishdi. Nafosat aya hayron bo'lib ularning ortidan qaradi. "Kennoyi, joyini ko'rsating. Qayerga qo'yaylik?" Hovlining o'rtasiga borganda yigitlardan biri Nafosat ayaga yuzlandi. "Iltimos, tezroq ayta qoling.
qo'llarimiz uzilib tushay deyapti. Voy ana, ayvonga qo'ya qolinglar. Bu orada hovliga bo'ynidan bilagigacha tillaga burkangan 2 nafar ayol qo'llarida pishiriq to'la tog'oralar bilan qadam qo'yishdi. Ayollardan biri kira solib hovlini zimdan kuzata boshladi. U yoq bu yoqni tekshirib bo'lgach, beixtiyor lab burib sherigini turtib qo'ydi. Lekin bu holatni uy egalari sezishmadi. Aksincha, sovchi ayollarning atrofida girdikapalak bo'lib ichkariga yetaklash harakatiga tushdi. Xush kelibsizlar. Ayollar so'riga tashlangan baxmal ko'rpachalarga istamaygina o'tirib olishgach, Nafosat aya 2 qo'lini ko'ksiga qo'ydi. Xushvaqt bo'ling. Sovuqqina kulib qo'ydi, qoshlari qalin, semizligidan qovoqlarigacha ishib ketgan ayol. Oraga 1 daqiqa jimlik cho'kdi. Uy egalari o'ziga bu qadar oro bergan mehmonlar oldida o'zlarini juda ojiz sezib tillarini chilayotgan bo'lsa, sovchilar chamasi tezroq bo'lg'usi kelinni ko'rish niyatida edilar. Bu holatni Naima opa sezib qoldi va opasini bildirmay turtib qo'ydi. Nafosat aya ham uning nima demoqchi ekanini payqadimi, darrov o'rnidan turib qizini chaqirdi. Nasiba, choy opga qizim. Ko'z ochib yumguncha hovlida patnisda choynak piyolalarni chiroyli qilib joylashtirib olgan Nasiba paydo bo'ldi. U boshiga ro'mol o'ragan, egniga furqat olib bergan chet el matosidan tikilgan ko'ylak lozim chiroyiga chiroy qo'shib yuborgan edi. Hayajondan lo'ppi yuzlari lov yonar, uzun kipriklari tinimsiz pirpirardi. Uni ko'rgandan keyin negadir sovchilarning baravariga chehralari ochildi. Nasibaga yer ostidan tikilisharkan bir-birlariga qarab jilmayib qo'yishdi. Shundan keyingina ayollardan biri Nafosat ayaga yuzlandi. Egachi, indamay o'tirishimizni qarang-a, dedi Nasiba muloyimgina salom berib oldilariga choyni qo'yib ketgach. Men kuyov bo'lmishning ammasi, Ra'noman. Bu kishi xolalari, Sarvinozxon. Endi o'zingizdan qolar gap yo'q. Jiyanimiz tushmagur Nasibaxonga ko'ngil qo'ygan ekan. Boshlaringizga ancha yomon ishlar tushibdi. Ishqilib, Xudo rahmat qilsin o'sha yigitni ham. Axir, to'g'ri, men hammasidan xabardorman. Qarang, nima deyishni ham bilmay qoldim. Qizim bir marta turmush ko'rgan bo'lsa, keyin peni yo'q egachi. Gapni kesdi Sarvinoz opa, qulog'idagi oltin isirg'asini asabiy ushlab qo'yarkan. Biz hammasidan xabardormiz. Furqatjon hammasini aytgan. Nima deysiz? 2 yoshning baxtli bo'lishiga rozimiz, egachi? Men nima ham derdim. Biroz sukutdan so'ng javob qildi Nafosat aya. Ikkovlari bir-birlarini yoqtirishibdi. Qolaversa, bir marta qizimning rayini qaytarib, mana, ko'rgan oqibatim haligidaqa bo'lib baxtli bo'lishsa bo'ldi-da. Mana bu boshqa gap. Ra'no opa hovliqib yonboshdagi tog'oralardan birini ochdi-da, pishiriqlarni dasturxonga chiqarib qo'ydi. Qani egachi, bir fotiha qilib yuborasiz endi, dedi u Nafosat ayaga mamnun boqib. Onaning ko'zlariga beixtiyor yosh keldi. Bir pas o'ylanib qoldi. Hoynahoy ukasiga xabar bermagani esiga tushdimi yo nimadandir bezovtalandimi, nima qilishni bilmay kalovlandi. Mehmonlarning 2 ko'zi unda edi. Ular hayron bo'lib, bir Nafosat ayaga, bir Naima opaga qarab qo'yishardi. Buni Naima opa sezdi shekilli, yana opasini turtdi. Nafosat aya seskanib boshini ko'tardi. Voy uzr, xayol shu topda olib ketib qopti, deya oldi zo'rg'a ko'z yoshlarini qo'lidagi ro'molchasiga artib. Qani bo'lmasa, ilohi amin. 2 yosh qo'shganlari bilan qo'sha qarishsin. Uvali juvali bo'lib, hech qachon dunyoda yomonlik ko'rishmasin. Allohu akbar. Qolganlar ham duoga qo'l ochib, Nafosat ayaning ketidan Fotihaga jo'r bo'lishdi. Fotihadan so'ng hammalari shirinliklardan irimiga totib ko'rishdi. Xudo, endi to'y kunini ham birdan belgilab ketsaga, dedi Ra'no opa paryostiqqa astoydil yon boshlab. Voy, biz hali hech qanaqangi tayyorgarlik ko'rganimiz yo'q. Kulimsirab yelka qisdi Nafosat aya. Bu javobni eshitib Sarvinoz opa kulib qo'ydi. Ra'no opa esa shosha-pisha karmonidan dollarlar chiqarib qudasiga uzatdi. Mana bu yerda $1000, dedi u. Kuyovingiz hammasidan xabardor bo'lgani uchun berib yubordi.
Bu pullarga yaxshi mebel sotib olinglar. Siz sira xijolat tortmang. Erkak qudangiz Xudoga shukr, toshkanni so'ragan odam. Hammasini o'zi qilib beradi. Nafosat ayi umrida ko'rmagan yashil pullarni olishni ham, olmaslikni ham bilmasdi. Xijolatda qolganini sezdirib qo'ydi. Lom-mim deyolmay kalovlanib turganda Ra'no opa pullarni uning qo'liga majburan tutqazdi. Oling quda, qizingizning peshonasi yaraqlagan ekan. Furqat jiyanimning nazariga tushibdi. Iloyim baxtli taxtli bo'lishsin. Ketar chog'larida qudalar to'y kuni-yu mayda-chuyda marosimlargacha kelishib olishdi. Faqat ikkovlarining ham yuraklari muz edi. Hamma mulozamatlari yasama edi. Garchi nasibi o'zlariga yaqin qarab tushgan bo'lsa-da, odmi kiyingan qudalardan anchadan beri hatto ta'mir ko'rmagan katalakday hovlidan ko'ngillari to'lmadi. Faqat Furqatdan qo'rqqanlari uchungina dardlarini ichiga yutib Mercedesga o'tirishdi. Nafosat aya hayron qoldi. Kuyov tomon ularni bir so'm sarflashga qo'ymadi. Furqat o'rtoqlarini yoniga olib kerakli narsalarni muhayyo qilib berdi. Xullas to'y boshlandi. Nasiba ikkinchi marta yana oq libosda, eng yaqin dugonalarining qurshovida limuzinga chiqib o'tirdi. Shu topda beixtiyor edi. Boshqa tarafdan qattiq hayajonlanar, o'z baxtiga sira ishongisi kelmasdi. Mashinalar saf tortib nihoyat Toshkentdan chiqaverishdagi atayin kelin-kuyovlar uchun qurilgan hashamatli uy qarshisiga kelib to'xtadi. Darvozaning ikki tarafi odamga liq to'la. Karnay-surnaylarning g'at-g'utidan misoli yer titrardi. Ana, ichkaridan zarchapon va boshiga sallali do'ppi qo'ndirib olgan Furqat ham kuyovjo'ralar bilan kelinning istiqboliga chiqib keldi. Hamma o'zi bilan o'zi ovora. Furqat kelinga guldastani tutqazib, baqir-chaqirlar orasidan sekin ichkariga yetaklarkan, Nasibaga yer ostidan qarab qo'ydi. Nasiba esa saroylardek uy, ikki tomonida qo'l qovushtirgancha qotib turgan kazo-kazolarga ko'zi tushgan sari oyoq qo'llari qaltirar, yuzlari lov-lov yonardi. To'polon bilan to'y ham o'tdi. Yangalar Nasibani o'rtaga olib, kelinlik xonasiga olib kirishdi. Yo'q, bu uyni ta'riflashga til ojiz. U oyoqlari ostidagi cho'g'day yongan gilamlarni, did bilan qatorlashtirib chiqilgan yumshoq mebellarni, ayniqsa kelin-kuyov uchun maxsus to'shalgan divanni ko'rib lol qoldi. Nahotki baxt deganlari shu bo'lsa. Axir bunday shohona uylar Furqatdek mehribon kamtar yigit har bir qizga nasib qilavermaydi-ku. Yo'q, u tush ko'rayotgan bo'lsa kerak. Shirin bir tush. Nasiba yangalar kuyov ikkovlarini yolg'iz qoldirib xonani tark etishgach, bildirmaygina lablarini qattiq tishlab ko'rdi. Yo'q, bu tush emas, haqiqatning o'zi. Shu mahalda qo'yib bersaydi, Furqat akasining bo'yniga osilib, quvonchlarini baham ko'rardi. Yo'q, kimningdir qo'yib berish shart emas. Ikkovlari yolg'iz, xalal beradigan hech kim yo'q. Furqat sekin kelib Nasibani bag'riga bosdi. Qiz seskanib ketdi, lekin qimir etmadi. Men senga nima degandim? Kulib avval uning bo'ynilarini, keyin lozim yarashib turgan sonlarini siladi Furqat. Nasiba nima demoqchi ekanini tushundi. Chunki Furqatning har bir gapi miyasiga muhrlanib qolgandi. Lekin atayin qayta so'radi. Xo'sh, nima degandingiz? Esingda yo'qmi? Yo'q. Aytgandim-ku, yutqazishni yomon ko'raman deb. Mana, so'zimni isbotladim. Baribir meniki bo'lib turibsan. O'sha hech kimga nasib qilmagan bokiraliging aylanib kelib menga nasib etdi. Tan berdingmi? Qo'yinga. Boshni egib oldi Nasiba. Uyatsiz gaplarni gapirmang. Endi bizning oramizda tuni bilan faqat uyatsiz gaplar gapiriladi. Men istamasam-chi? Istamay bo'psan. Furqat kutilmaganda harakat bilan Nasibani dast ko'tarib oldi va divanga irg'itib yubordi. U qiqirlab kulgancha naq divanning chetiga borib tushdi. Sal bo'lmasa polga qulay dedi. Furqat shosha-pisha kiyimlarini yechib o'zini Nasibaning ustiga otdi. Nasiba erta tongda tiniqib uyg'ondi. Kechasi kam uxlagan bo'lishiga qaramay, baribir kayfiyati a'lo edi. Ko'zlarini ochgani hamono yonboshga qaradi. Yonida Furqat yo'q. Avvaliga qo'rqib ketdi. Keyin
vannaxonada bo'lsa kerak deb xayol qildi-yu, sekin o'rnidan turib o'tirdi. A'zoyi badani simillab og'rirdi. Tungi qiynoqqa yo'yib e'tibor qilmadi. Kiyimlarini kiydi-da, sekin derazadan tashqariga qaradi. Hovlida Furqatning amma xolalari, qarindosh urug'lari bo'lsa kerak. U yoqdan bu yoqqa chopib yurishardi. Hozir kelin salom boshlansa kerak. Xayolidan o'tkazdi u. Furqat akam qayerda ekanlar? Tezroq kela qolsa edi. Qizirni yo'qlasang hozir ekan. Hali ortiga o'girilib ulgurmay, eshik ochilib ichkariga Furqat kirib keldi. Nasiba uning ichga botgan ko'zlarini, dokadek oqarib ketgan yuzlarini ko'rib, joni poni chiqib ketdi. Sizga nima bo'ldi? Furqat ko'zlarini yanada qattiqroq qisib, sovuq tirjaygancha Nasibaga yaqin keldi. Xo'sh, kayfiyatlar qalay, kelin bola? So'radi u. Lekin Nasiba buni shunchaki hazilga burdi. Qalay bo'lardi, zo'r. Shunaqa degin? Furqat boshini chayqay divanga borib o'tirdi. Bilasanmi? Men maqsadimga yetdim, dedi biroz sukut saqlab turgach. Bilsak bo'ladimi? Qanday maqsad ekan? Bu sen eding. Sening bokiraliging edi. Furqat to'satdan o'rnidan turdi-da, Nasibaning ikki yelkasiga qo'lini qo'ydi. Sen bir vaqtlar mening ustimdan kulmoqchi bo'lgansan, esingdami? Qachon? Menga va'dalar berib, anavi hezalakka tegib ketganingda mening g'ururim poymol bo'lgan. Shuning uchun o'zimga o'zim so'z berganman. Qanday bo'lmasin, bir marta seni quchog'imda olib yotishni ko'nglimga tukkanman. Mana maqsadimga yetdim. Xo'sh, nima bo'pti? Nasiba Furqatning kutilmagan muomalasini ko'rib, yig'lab yuborayozdi. Shularni hozir yuzimga solishingiz shartmi? Yo qiz chiqmadimmi? Yo'q. Qiz bolaligingga gap yo'q. Faqat senga bir gapni aytib qo'ymoqchiman. Ayting, men eshitaman. Furqat bir muddat o'ylanib qoldi, so'ngra o'rnidan turib, derazadan tashqariga qaradi. Yana borib divanga o'tirdi. Tez-tez boshini qashib oldi. Nihoyat qayta o'rnidan qo'zg'alib, Nasibaga yuzlandi. Endi sen menga kerak emassan. Nima? Bu nima deganingiz? Kayfingiz bormi? Kayfmanmi? Nima ishing bor? Furqat aka, tushunmadim. Nima demoqchisiz? Menga keraging yo'q demoqchiman. Endi tushundingmi? Qanday qilib? Nima axir, men senga yana qaytarib aytaman. O'sha ishing uchun men sendan o'ch oldim. To'g'risi, menga bir martagina kerak eding xolos. Endi hali shunaqamisiz? Meni haydaysizmi? Qo'rqma. Og'zingga siqqanicha pul beraman. O'lmaysan ochingdan. Nima? Furqat yana deraza orqali tashqariga ko'z tashlab oldi-da, gapni kalta qildi. Xullas, hozir narsalaringni yig'ishtirib, uyingga ketishing mumkin. Bugundan boshlab 3 taloqsan. Mana bu pul umringning oxirigacha ham yetib ortadi. Bu gapni eshitgan Nasibaning ko'zlari qinidan chiqib ketayozdi. Boshi g'uvillab, lablari asabiy titradi. Iflos, puling boshingda qolsin, nomard. Alami bo'g'ziga tiqilgan Nasiba jon holatda tashqariga yugurdi. Qudrat Karimovich endigina bir ikkita mehmonlarni kuzatib hovliga kirganda, yangi kelinning bosh yalang yig'lab chiqib ketayotganini ko'rib shoshib qoldi. Nasibaning ortidan qarindosh urug'lar ham chopishdi. "Hoy qizim, qayoqqa? Nima bo'ldi? Qayting orqangizga." Nasiba hech kimning ovozini eshitmasdi. Ko'z yoshlari daryodek oqib, dunyoni ko'rishga xalal bersa-da, oldinga, faqat oldinga chopardi. Furqatning qarindoshlari ancha yergacha orqasidan chopib borishdi. Yeta olishmadi. Qudrat Karimovich to o'zini yig'ishtirib orqasidan mashina yubormaguncha Nasiba katta yo'lga chiqib o'tkinchi mashinaga o'tirib olishga ulgurgandi.